Farz qilyapsizmi, +10 qanaqa lupa, qalin lupa. Ular ertalabdan kechqurungacha ko'zoynakka muhtoj. Bemor bunda maza qilib ko'radi. Haqiqiy maza qilib ko'radi. +52 razmerli gavhar qo'ydik. Birinchi marta O'zbekistonda o'zini gavhari slishkim katta va ko'zi juda ham kichik 15 mmlik ko'zga qo'yib berdik. Ba'zi bemorlarda ikkita etap qilamiz. Birinchi etap gavhar qo'yamiz, ikkinchi etap. Endi pluslar haqida ham ozgina gaplashadik. Bu kuni bir bemorim aytdi, faqat minusni qo'yasiz, plusni ham qo'yilatir. Plus bo'lgan bemorlar juda ko'p. Hozir ham men bugun +10 bilan Tojikistondan bemor keldi. Farz qilyapsizmi, +10 qanaqa lupa, qalin lupa, xuddi o'zining gavhari yo'qdek qalin. Ko'zini ko'rdim, yoshligidan buyon ko'zlari xira. Bu unaqa bemorlar ko'p. Ular na yaqinni, na o'rta, na uzoq, na kechqurun hech qaysi ko'rishi komfort yo'q ularda. Yaxshi ko'rmaydi. Ochki bilan ham, lupa bilan ham yaxshi ko'ra olmaydi. Boshi og'rib, yaxshi ko'rmasdan qiynalib yuraveradi va sekin-sekinlik bilan gipermetroplar glaukoma kasalligi kelib chiqib, sekin-sekinlik bilan ko'zdagi nervlarni qurishigacha olib kelgan bemorlar ko'p. Gipermetropiya plus bo'lgan holatlarda biz nima qilamiz? Yosh bolalarda 1 yosh aniqlasak, 1 yoshda yo'q. Necha yoshda aniqlashimiz bilan ko'zoynak beramiz. Va bu ko'zoynakni doimo taqadi. Masalan, minus bo'lganlar ba'zida uzoqqa, ba'zida yaqinga bo'ladi, plus unaqa emas. Ular ertalabdan kechqurungacha ko'zoynakka muhtoj yoki kontakt linzaga beramiz, kontakt linza taqadi. Yosh bolalarga biz kontakt linza bermaymiz, 6 yoshgacha ko'zoynak beramiz. Ko'zoynakni ham iloji boricha, masalan, plus yuqori bo'lganlarga biz yupqalashtirilgan oyna beramiz, asferik. Chunki +6, +7, +10 bo'layotgan oynalar juda qalin, og'ir bo'ladi va bemorni, bolani ko'tarish qiyin bo'ladi. Faraz qiling, qancha og'ir narsa mana bu joyingizga osilgan bo'lib turadi. Bu qiyin bu. O'shaning uchun bolalarga bizlar yupqalashtirilgan oynani qo'yib beramiz. Bemor komfort yaxshi ko'radi yoki undan ham zo'ri ham yupqalashtirilgan va asferik oynani Germaniya yoki Yaponiya davlatiga zakaz qilamiz va buni bemor ham cho'tka ko'radi, ham yupqalashtirilgan variantda bo'ladi va bu bemorlarga juda ham qulaylik yaratadi. Bemor bunda maza qilib ko'radi, haqiqiy maza qilib ko'radi. Albatta bu Germaniyani va Yaponiyani oynalari qimmat turadi va bu bemorni imkoniyatli bemorlar uchun juda qulay hisoblanadi. Masalan, rivojlangan davlatlarda sferik oynalardan ko'ra ko'pchilik asferik oynalarga o'tgan. Shuning uchun optikalarga kirsangiz narxlari ancha biznikidan farq qiladi. Endigi masalamiz, bu bemorlar katta bo'lguncha ko'zoynak taqadi. Katta bo'lgan sari ko'zi kattalasha boshladi. O'sha gipermetropiya bo'lganlarda ko'zi kichik bo'ladi. Nur bu yoqdan kelib orqaga o'tib ketaveradi. Ko'z kichkina bo'lganligi hisobiga. U oynalar nurni yig'ib o'sha to'r pardaga tushirib berish vazifasini bajaradi. Ko'p gipermetrop bo'lgan, plus bo'lgan bemorlarda ko'zda g'illaylik, ichkariga qaragan g'illaylik uchraydi. Biz ba'zida bemorlarni shunaqa gipermetrop plus bo'lgan ko'zoynaklar bilan g'illaylikni ham davolaymiz. Va bu bemorlar sekin-sekinlik bilan g'illaylik butunlay tuzaladi agarki ko'zdagi o'sha plus refraksiya hisobiga uchraydigan akkomodatsion kassagrazlarda, demak bu g'illaylik ham bartaraf bo'ladi ko'zoynak bilan. Endi deylik, bola katta bo'ldi. 14, 15, 16, 17 yosh katta, 18 yosh katta bo'lgan sari ko'zining gavhari katta, bu gavhar xalaqit qilaversa, sekin-sekinlik bilan biz buni gavharni almashtirib, boshqa sun'iy gavharga o'tkazdiramiz. Hozirgi paytda biz agar eshitsangiz hayron qolasiz, +52 razmerli gavhar qo'ydik. Birinchi marta O'zbekistonda 40 gacha qo'yganmiz. Ko'p qo'yamiz, lekin 40 dan ziyod gavharlar o'zi uchramaydi. 52 gavharni qo'ydik va bemorda plusini 0 gacha tushirdik. Bunaqangi holat juda katta gavhar bu. O'zini gavhari slishkim katta va ko'zi juda ham kichik 15 mmlik ko'zga qo'yib berdik. Endi ikkinchi ko'ziga, bu ko'zi yaxshi bo'lgandan keyin ikkinchi ko'ziga mo'ljallab turibmiz. Tug'ma gipermetropiya plusi yuqori bo'lgan bemorlarda trifokalniy gavharlar ham qo'yamiz. Masalan, kechagina Qirg'izistondan xuddi shunaqa bemorga qo'ydik, +9 atrofida bemorga. Va bu bemor hozir bir ko'z bilan yaxshi ko'ryapti, o'zlari imom ekanlar.
Endi ikkinchi ko'zga gavharni zakaz qildik. 1 oy 1,5 oylarda keladi, xudo xolasa, va u ko'zni ham plyusini yo'qotib beramiz va bu bemorlar ham yaqin, ham uzoqni bemalol ko'ra oladi. Bunaqa holatda biz monofokal gavharlar avval ko'p qo'yardik. Ularda faqat uzoqni ko'rish bo'ladi, o'qishga kamroq ochka oladi. Lekin hozirgi paytda o'zi trifokal plyusi yuqori bo'lgan, o'rta bo'lgan bemorlarda ham ko'p qo'yamiz. Endi hozirgi paytda plyus 40 yoshdan oshgan bemorlarda juda ham ko'p uchraydi. Sog'lom odamda presbiyopiya deyiladi, yaqinga xiralik bo'ladi. Ba'zi unaqa holatlarda demak yaqinga ko'zonak beramiz. Ba'zi agar ko'zonak taqishni xohlamaydigan odamlarga presbiyopiyani to'g'irlaydigan ICL gavharlarimiz bor. Va bular bemalol uzoqni va yaqinni ochkisi ko'ra oladigan bo'ladi. Endi deylik sizda sekin-sekinlik bilan yoshingiz 50 ga yoki 55 ga kirib qoldida +2 yoki 3 uzoqqa, +4 yoki +5 yaqinga ko'zingiz xiralashib qoldi. Bunaqa holatda bizda Define degan gavharimiz bor. Ham uzoqni ko'radi, ham yaqinni ko'radi. Yoki trifokalni gavharlar bor. Masalan, Panoptix Amerikanikini qo'yapmiz hozir. Unda uzoq, o'rta, yaqin hamma masofangiz bo'ladi. Albatta imkoniyatingizga qarab turib, o'zingizga to'g'ri keladigan gavharni tanlanadi. Agarki yo'q, men hozircha paka imkoniyatim yo'q unaqa narsaga desangiz, vaqtinchalikka ko'zoynak, ya'ni bifokalni yoki progressiv ko'zonaklar qilib beramiz. Bifokalni ko'zonakda siz o'qiy olasiz va uzoqni ko'ra olasiz. Progressiv ko'zonakda hamma masofangiz bor. Yaqindan tortib to uzoqqacha bitta ko'zonakda ishlatib yurasiz. Agarki yo'q, men ko'zonak yaxshi qila olmayman desangiz, lazerni korreksiya qilib uzog'ingizni to'g'rilab beramiz. Yaqinga plyusovoy ko'zonak olasiz xolos. Masalan, deylik, uzog'ingiz +2 ni yo'qotib bersak, yaqinga +5 bo'lgan bo'lsa, endi yaqinga +2,5, 3 atrofida o'qiy olasiz. Lazerni korreksiyadan keyin zato uzoqni bemalol hamma qatori ko'ra olasiz. Bu lazerni korreksiya usuli hisoblanadi. Agarki yo'q, ochki lazerni korreksiya bo'lmaydi desangiz, linzalar bor, har xil kontakt linzalar qo'yib bemalol uzoqni va yaqinda ko'rish imkoniyatiga. Lekin bu linzalarda yomon tomoni shu, har doim bir kunda 8 soat, 10 soat linzani taqasiz yoki kun davomida taqasizda kechqurun yechib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Lekin birorta dori-darmon yordam bermaydi. Gipermetropiyada eng xavotirli joyimiz bu ko'zda gavharingiz katta, ko'zda ugillarini, burchaklarini yopib qo'yadi va ko'zda bosim keltirib, zakritogolni yopiq burchakli glaukoma keltirib chiqarish xavfi bo'ladi. Bunaqa bemorlar ko'p. Agar sizda ugl yopiq bo'lsa, albatta lazer bilan kanalni ochib qo'yish kerak va o'zingizni gavharingizni almashtirib qo'yishni biz sizga tavsiya qilamiz. Azizlar, ko'zingizda plyus bo'lsa, ko'z nuri klinikasiga keling. Sizni plyusingizdan yo'qotib beramiz. Bolangizda bo'lsa ham, kattalarda bo'lsa ham ko'rishni tiklash imkoniyatlari bor. Agarki 18 yoshdan oshgan bo'lsa bolangiz, juda ham xavotiri yo'q, bemalol kelib astigmatik gavharlar qo'yib berish imkoniyati ham bor. Ba'zi bemorlarda ikkita etap qilamiz. Birinchi etap gavhar qo'yamiz, ikkinchi etap 1 oy 2 oy o'tgandan keyin lazerni korreksiya bilan qolgan astigmatizmlarni ham yo'qotamiz. Azizlar, ko'z nuri klinikasi sizga har doim xizmatda. Agar ko'zingizda plyus bo'lsa, minus bo'lsa, astigmatizm bo'lsa, keling ko'rsating va biz sizga yordam qilishga harakat qilaylik. Ko'rishguncha azizlar. Savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring, klass bosing va ulashing. Ko'zi xira odamlarga yuborib qo'ying. Ko'rishguncha azizlar.